Bu smartfon 3 kun -20 daraja sovuq muz ichida turdi. Hali ham ishlayapti. Uni suvga tiqishdi, otishdi, bosishdi. Hech narsa qilmadi. Ishoning, bu sizni qiziqtira oladigan gadjet. Qo'limdagi smartfon nima uchun sayohatchilar uchun eng zo'r ekanligi haqida 5 ta fakt. Videoni oxirigacha ko'ring, uni nomi, modeli va albatta narx haqida bilib olasiz. Menimcha sayohatdagi eng katta muammo telefon quvvati bilan bog'liq bo'lsa kerak. Agar zaryadkaga qo'ymasdan uxlab qolgan bo'lsangiz, ertalab shoshilib mehmonxonadan chiqib ketishda asablaringiz tarang bo'lishi aniq. Lekin bu smartfonni atiga 16 daqiqaga quvvatlantirishga qo'ysangiz, akkumulyatori 50% zaryad olar ekan. Bu plus-minus yarim soatda 100% degani. Tezda quvvatlantirib, oteldan ko'chaga aylanishga bemalol chiqib ketsangiz bo'ladi. Agar bordi-yu smartfon quvvati ko'chada yurganingizda o'tirib qoladigan bo'lsa, muammo emas. Uni MagKit jamlanmasidan magnitli Mag Power ham chiqadi. Charmdan ishlangan chexoli ham kiritiladi va bundan tashqari ekranni himoyasi uchun maxsus mo'ljallangan shishasi hamda simsiz quvvatlantiruvchi adapteri va bundan tashqari mana shunaqangi yoningizga olib yursangiz bo'ladigan Mag Power ham mavjud. Smartfonni aynan sayohatchilar xarid qilishi uchun 3-sabab. U Celsius shkalasi bo'yicha -20 dan +48 gradus jaziramagacha muammosiz ishlab bera oladi. Bu degani sovuq o'lkalarda ham, hattoki Afrikada ham aloqasiz qolib ketmaysiz. Mabodo kunning issig'ida yoki o'yin o'ynab device'ni qizdirib qo'yadigan bo'lsangiz, 7 darajagacha sovutib bera oladigan texnologiyasi bor ekan. 4-afzallik smartfon NFC ga ega. Bu degani xorij mamlakatlarga chiqib ketganingizda kartangizni biriktirib qo'yib, yoningizda kartangizni olmasdan, ya'ni Visa, Mastercardni olmasdan ham bemalol to'lovlarni shunchaki terminalga tekkizgan holatda amalga oshirib ketishingiz mumkin. Juda ham zo'r qulaylik. Bundan tashqari barmoq izi skaneri ekran ostiga joylashtirilgan bo'lib, uni ishlashiga komplektidan chiqadigan himoya shishasi ham xalaqit qilmas ekan. Shuningdek, 108 megapikselli super zoom kamerasi optik stabilizatorli bo'lib, sayohatdagi unutilmas lahzalarni sifatli rasm va videoga muhrlashi mumkin. 256 GB xotirasi esa bu jarayon uchun bemalol ancha vaqtga yetadi. 5-eng asosiy fishkasini tan olib, bu albatta narxi. Smartfon 250 dan 300 AQSh dollarigacha bozorlarda sotiladi. Bemalol topib xarid qilsanglar bo'ladi. Tavsiya etamiz. Sayohat uchun juda ham zo'r gadjet. Aytgancha nomini aytmabman-ku. Infinix Note 40 Pro. Eslab qoling va like bosishni ham unutmang.